Kariz qaynonam bilan karizcha mol go'shti va tofuli ovqat qilamiz. Birinchi bo'lib tofuni suvini to'kib tashlab, shunaqa qilib kesib chiqamiz. Undan keyin mol go'shtimizga qora qalampir solib, shunaqa qilib qovurib olamiz. Pishib chiqqandan keyin alohida olib qo'yib, tofularimizni bittadan qovurib chiqamiz. Kariz qaynonam o'g'lim bilan alohida chiqib ketsanglar, shunaqa ovqatlar qilib berasan deb o'zlari o'rgatib turibdilar. Ko'rib turganingizdek, ovqatdan emas, piyozni to'g'ri to'g'rashdan boshlab o'rganyapmiz. Hattoki ko'k piyozni katta-kichik to'g'raganimgacha tekshirib turibdilar. Tofuyimiz juda ham sekin pishadi, shuning uchun yog'dan qo'yib turish esdan chiqmasin. Jonim bolam uxlashini qaranglar. O'ndan asali. Bo'ldi, chalg'imimiz sos tayyorlashni boshlaymiz. Maydalangan chesnok, shakar, quritilgan qalampir, shakar siropi va soyavoy sos bilan 1 stakan suv solib, yaxshilab aralashtiramiz. Tuzi kam bo'lsa, soyavoy sosdan ozroq qo'shib olsanglar ham bo'ladi. Pishib chiqqan tofuyimizni ustiga go'sht, piyoz, ko'k piyozimizni qo'yib, ustidan sosimizni quyib yuboramiz. Shunaqa qilib ozginaga dimlab qo'ysak, qarabsizki, mazali ovqatimiz tayyor bo'ladi. Bizning oilamizda dasturxonda kimchi turmasa gunoh hisoblanadi, shuning uchun o'tgan yilda tayyorlangan kimchimizni olib kesib olamiz. Shunaqa qilib bugungi karizcha ujinimizga tofuli ovqat, yoniga qaynatilgan guruch, o'g'lim uchun go'sht va kimchi bilan quritilgan 8 oyoqli kimchi. Yoqimli ishtaha.